Xalq vakillarining deputatlik faoliyatida fuqarolar murojaatlarini tinglash va ularning manfaatlarini himoya qilish muhim o'rin tutadi. Buxoro tumanida aholi murojaatlarini joyida o'rganish va mavjud muammolarga amaliy yechim topish maqsadida navbatdagi sayyor qabul o'tkazildi. Ko'chko'mar mahallasida tashkil etilgan qabulda 16-qavola saylov okrugi hududida istiqomat qiluvchi fuqarolar o'zlarini qiynayotgan masalalar yuzasidan murojaat qilishdi. Hozir shu haqda. Ko'chko'mar mahallasidagi sayyor qabul avvalida saylovchilarga deputatlik faoliyati yuzasidan hisobot berildi. Ta'kidlanganidek, joriy yilning o'tgan davrida viloyat kengashining 10 ta sessiyasida ishtirok etilib, saylovchilar tomonidan ko'tarilgan muammolar yuzasidan 10 dan ziyod takliflar ilgari surilgan. Shuningdek, saylov okrugiga kiruvchi 9 ta mahallada mavjud yo'l, ichimlik suvi va infratuzilma bilan bog'liq kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida davlat organlariga 11 ta deputatlik so'rovi yuborilgan. Mazkur so'rovlar natijasida mutasaddi tashkilotlar tomonidan aniq chora-tadbirlar belgilanib, ularning ijrosi deputatlik nazoratiga olingan. Joriy yilda esa 25 nafar fuqarodan yozma, og'zaki va elektron murojaatlar kelib tushgan. Ularning 14 tasi joyida hal etilgan bo'lsa, qo'shimcha mablag' va vaqt talab etiladigan murojaatlar bo'yicha amaliy ishlar davom ettirilyapti. Sayyor qabulda ishtirok etgan 12 nafar saylovchi ham o'zlarini qiynayotgan masalalarni ochiq bayon etdilar. Xususan, ichimlik suvi ta'minoti, mahalla ichki yo'llarini ta'mirlash, hududni obodonlashtirish va tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq muammolar ko'tarildi. Barcha murojaatlar belgilangan tartibda nazoratga olinib, ularning yechimi yuzasidan tegishli tashkilotlar bilan hamkorlik qilish belgilandi. Bunday sayyor qabullar esa xalq va vakillik organlari o'rtasidagi muloqotni mustahkamlash, muammolarni bevosita joyida o'rganish va ularga amaliy yechim topishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Eslatib o'tamiz, sayyor qabul davomida kelib tushgan murojaatlarning har biri tegishli tartibda o'rganilib, ularni hal etish bo'yicha mutasaddi tashkilotlarga deputatlik so'rovlari yuborilishi belgilandi. Murojaatlarning ijrosi nazoratga olinishi esa aholi muammolarini o'z vaqtida hal etishga xizmat qiladi.